Har bitta omadli ayolning orqasida tog'dek turadigan omadli erkak bo'ladi. Lekin meni orqamda ugrili erkak turibdi. Adasi, yuring kosmetologga olib boring. Shuncha kosmetologlarim bor. Yuzingizni bittada zo'r qilib beradi. Mana ajillaringizni ham ketkizib berishadi desam, yo'q, bormayman. Nomahramni qo'li meni yuzimga tegish kerak emas dedilar. Shu yuzimni o'zing har kuni qilib qo'ysang bo'lmaydimi dedilar. Bo'pti, mashinani haydang deb Chilonzor Targov sentridagi Indikar do'koniga olib keldim. Meni dardim yuzlarida, buland dardlari qishki balonni yechib, yozgi ballonni taqishdi. Bir tarafdan erim shunaqa bo'lganiga ham shukr qilaman. Chunki o'ziga qarab, manikyur, pedikyur, kosmetologlarga borib, xotindan ham takoy bo'lib olib, rosa qizlar bilan yuradigan erkaklarni ham taniyman. Do'kon haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. O'sha professional kosmetologlar ishlatadigan barcha kosmetikalarni, yuz uchun uходовый narsalarni aynan shu do'kondan nalichida xarid qilsanglar bo'ladi. Agar do'konga men nomidan keladigan bo'lsanglar, yuzingiz uchun diagnostika mutlaqo bepul bo'ladi. Ya'ni qaysi qismiga ajin tushyapti, yuzingizga qaysi vitamin yetishmayapti va sizlarni necha yosh ko'rsatyapti. Erimni gapini eshitinglar. Yo'q, hammasi licheniyasi bor, xavotir olmang. Baribir mutaxassis og'zidan eshitgan boshqachada erim yuzlari haqida ancha ma'lumotga ega bo'ldilar. Adasi, endi kosmetologga borasizmi desam, yo'q, shu yerdan narsa olasan, uyda o'zing qilasan dedilar. Endi eshitinglar, bu magazinning asoschisi o'zlari Koreyada shu kosmetologiya bo'yicha institutda o'qib, o'zlari barcha mahsulotlarni O'zbekistonga yetkazib beradilar. Undan tashqari, uходовыйdan tashqari shunaqa kosmetikalarni ham topsanglar bo'ladi. Erim yuziga kerak bo'ladigan barcha uходlarni oldim. Agar shuni kosmetologga borib qilganlardik, kamida bitta protsedura uchun $100 pul to'lagan bo'lardik. Endi uyda erinmasdan ketma-ketlikda qilib qo'ysam, erim yuzlarini ko'rasizlar, 16 yoshli yigitlarning yuzidek bo'lib qoladi. Chunki erkak kishi makiyaj qilmaydi, po'ralarni bitta tozalasanglar ancha vaqt ketadi. Voy qizlar, qaranglar, erkak kishi baribir o'zidan pul ayamaydi. Bu narsalarni eshitib, pullarni shuna berib yubordilar. Mana vaqtda unumli foydalaning deb yarmini levi qilib qoldim. Narsalarni olib ko'chaga chiqsam, o'zimni o'tgan pishu erim zdachi qani desalar bo'ladimi? Xafa bo'lib ko'ngillari o'ksimasin deb qo'llariga 5 mingni berib qo'ydim. Mayli, beginiga ketmadi-yu, zato yuzlari yigitlarnikidek bo'ladi.